Ko'pchilik bizdan dacha qachon bitadi deb rosa so'rashdi va fasad qismini nimadan qilaring deb ko'pchilik qiziqdi. Bu haqda alohida to'xtaladigan bo'ldik. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Dachamizni oldi qismini to'liq qoraytirilgan kalyon oynalardan foydalanganmiz. Bu oynalar sizni kommunal to'lovlardan tejaydi desam ishonasizmi? Qishda va yozda 40% gacha sizning energiyangizni tejab beradi. Hozir buni sizlarga batafsil tushuntirib beramiz. Obunachilarimizga bu oynalar haqiqatan ham 40% gacha energiya tejab beradimi degan savolimizga javob qidirib keldik. Shuni ozgina yoritib tushuntirib bersangiz. Marhamat, mana bu stendimizga murojaat qilamiz. Bu yerda maxsus stendimiz bor. Bu stendimizda boyaga keltirilgandek oddiy oyna bilan va imzo glasdan energiya tejovchi oynalar ko'rsatilgan. Bu oynalarda energiya tejovchiligi nimada? Orasiga argon gaz urilgan hamda oynani o'zi energiya tejovchi ish oynalar. Marhamat, bu ikkala qo'lingizni qo'yib ko'rsangiz, bu yerda yaqqol farqini ko'rasiz. Ha, mana bu oddiy oyna shekilli. Qo'lni qizdiryapti. Bu issiq o'tkazmayapti. Xuddi shunday. Bu alyumin romlardan qilingan bo'lib, o'rtasiga poliamiddan qilingan rezinalik ajratuvchi qismi bor. Ya'ni bu tashqaridagi qish payti sovuqni ichkariga o'tkazmaydi, yoz payti tashqaridagi issiqlikni ichkariga o'tkazmaydi, to'siqlik vazifasini bajaradi. Imzo oynalarini zavodda yig'irilib, maxsus robotlar yordamida burchaklaridan qotirilib qisiladi. Bu yerda bironta samarez ishlatilmaydi. Agarda bolt yoki samarez ishlatilsa ham maxsus o'zini kerakli joyiga qistirish vazifasidagina ishlatiladi. Sizga oxirgi savolimni bersam, aytaylik, uyda tashqi dizayni bilan ichki dizayn umuman boshqacha rangda. Shuni zakaz asosida sizga buyurtma qilsa bo'ladimi? Albatta, bu yerda mana xuddi shunaqa romimiz bor, ko'rsangiz bo'ladi. PVK dan qilgan Engelbek 8000 romimiz. Tashqi fasad qismini ko'radigan bo'lsangiz, antrazit rangida qilingan, ya'ni to'q rangda qilingan. Ichki tomoni esa och rangda. Uyda interyeriga qarab, bu ranglar yana o'zgartirish mumkin. Kelib o'zlariga yoqqan rangni tanlashlari mumkin. Yana bir jihati, bu romlarda ishlatilgan laminatsiyamiz quyosh nurida sarg'ayib, qorayib, achilib ketmaydi. Asosiysi 20-25 yil uyga odamlar garantiya bermaydi, akalarimiz romlarga garantiya berishadi. Sizning ham uyingizda, ya'ni xonadoningizda dizayn tanlashda muammolar uchrayotgan bo'lsa, imzo, ya'ni Engelbertga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sizga mos tushadigan eshik va romlarda dizayn tanlashda ajoyib yordam beradi.